Assalomu alaykum. Sizlar bilan muhim kanal Surxondaryoda o'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchini urdi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida 45-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar kaltaklangani aytilgan xabar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 18-mart kuni Sherobod tumanida 45-maktabning 3-sinf o'quvchisi maktabda yaqin maydonda mavsumiy gullarni payhon qilgani sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisi tomonidan tanbeh berilib, bolaning bosh qismiga tarsaki tushirilgan. O'quvchiga nisbatan qo'pol muomalada bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchisiga nisbatan mehnat qonunchiligi asosida maktab direktori tomonidan intizomiy jazo chorasi qo'llash uchun tuman yuridik markaziga buyruq loyihasi kiritilgan. Boshqarmaning xabar berishicha, yana bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi maktab rahbari bilan o'zaro kelishmovchiliklari sababli 19-mart kuni maktabning 3-sinf o'quvchilarini ko'rsatma berishga undagan va xabarda keltirilgan video tasvirga olgan bo'lishi mumkin. Mazkur ma'lumotlarni oydinlik kiritish maqsadida tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'iga xabar berilgan bo'lib, holatga huquqiy baho beriladi deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyati maktab direktori o'quvchini urgan edi.